Shu ozorli akalarimiz mana bir parsep yuk oldilar. Ergash akam usta, Shuhratjon akam uyda egalari. Hozir o'yinimizda ishtirok etishadi. Xo'p, Shuhrat aka, mana shu o'zingiz olgan yukdan, mana shuni razmerini to'shni santimetrga to'g'ri chiqadigan bo'lsa, 1 million mukofoti bor. Necha chiqishi mumkin aka? Mana 6 metrli to'sin deb oldingiz. Necha chiqishi mumkin? 6-5. 6 metr 5 santimetr. Ergash aka sizgachi? 6 metr 7 santimetr. 614. Qani Ergash aka bitta tortib ko'ringchi. 97. 614. Olti ikki. Ozgina qoldi mana. 6.5 chiqdi. 6.1 ga yuradi bu. Ozgina qoldi Ergash aka, chicha qoldi aka. Ular beradimi hozir? Chiqib qolishiga. Necha deyapsiz Ergash aka? 7 degan 6.7. Siz necha deyapsiz? 6.5. Ozgina qoldi. Keyingi safar xudo xolasa mukofoti bor. 5 pul bo'ladi mukofot. Mukofot 1 million. Ergash aka, materiallar qalay aka? Yo'qdimi? Bo'ldi aka. Sizgacha yo'qdimi materiallar? Narxi yaxshi ekan. Boshqalarga ham tavsiya qilasizmi? Rahmat. Kelinglar boshqa xarid. Rahmat, sog' bo'ling aka.